Sen qasdan qilding shundaqmi? Meni nima uchun o'tdi? Ko'nglimga pükkan bu rezil planimga oxiri yetdim. Bir ikki qitim yo'qmay qolmasin deb, garchi bir qitimdan yo'qadigan bu xil kasallik aniq bo'lsa-mu, 3 kun qildim yanada. Endi xotirjam bo'ldim. Lekin turib ayolga ichim og'ridi. Lekin men qilganim uchun, meni mush holatga akab qo'yganim uchun bu hech qancha gap emas deb paskashlarcha yuragimni toshda qilib, yana o'zimning yurtiga yenib keldim. Menga mas'ul doktor pat-patli izlab turdi. Xabarimni ep turdi. Dorilarimni yetkazib turdi. Alayda bir yerdim ishlamadim. Chiqqan tayyorlarimni tejab aqsat qilib uyimda aram yurishdim. Ba'zi kuni haqiqatan xuddi ruhiy buruqtimliq yo'yishim bo'lgandek, hamma odamga yuqtirib atkim keldigan ashundaq bir kayfiyat qopman. Ba'zida menga boshqa odamlar ziyonkashlik qilmasa, boshqalar mendan foydalangan vaqtda men boshqalardan foydalandim-ku deganni o'ylab o'zimni tutib olaman. Faruq men yenib kelgandan keyin pat-patli izlaydi. Hammamsiz men boraymi deb. Keling dedim. Keldi. Yana bir qitim ko'rishdik. Men bordim. Men bundan ma'lum darajada iqtisoddan foydalandim. Bu pullarni etpadi. Ma'lum bir bahoni tepib, qasdan urishib, buning bilan o'tirimizdagi aloqani jiriklashtirdim. 9 ay bo'lganda meni izladi. 9 ay bo'lganda. Og'zini buzib 9 ay bo'lganda meni izladi. Telefon qildi. Oldim. Og'zini buzib iltiladi. Voy rasvo qanchoq. Sen qasdan qilding shundaqmi? Menda nima uchun o'tdi? Menda nima uchun o'tdi? Sen kim dedi. Men o'zimniki 14 yoshimda o'z qo'li bilan vayron qilgan yiliq notvan kichik juda qiz ekanligim dedim. O turib qoldi. Tillashdimmi to'xtadi. Balkim pishman qilgandi. Umu o'zining shu xil kasallik kiribda bo'lganini bilib, uddul meni izlabdi. To'g'ri joyini tepib izlabdi. Yo'qdag'in men emasmi? Ondan bo'ldi dedim. Yaxshi bo'ldi. Men qilgandan o'zingga yondi dedim. Shu qitimqi eng oxirgi qitim bizning aloqalashishimiz bo'ldi. Uni meni izlamadi, men ham izlamadim. Uni balki meni yuvayotgandi. Men shundan keyin uni yuvib qartizimni tiqib etdim. 1 oy o'tdi, 2 oy o'tdi, 3 oy o'tdi. O'zimning bunda buruqtimliq ichida yurayversam bo'lmaydiganligimni bilib, kichikroq yenimdagi pulga kichikroq do'kondan birini ochdim. Lekin kiyim-kechak tikadigan o kasbimni, o hunarimni qilmadim. Urumchidan tayyor malay kelib setib, ancha-muncha iqtisodimni qandab, ta'minlab bergan dori o'qularim bilan o'zimni kutib yurdim. Qizim bu yasli yishiga yetib, yasliga kirdi. Qizimni ko'rib boqmadim. Opam dadamlarning ko'zimga asla ko'rinmadim. Ularning yuragini og'ritqim yo'q. O'zimning ahvolini tex ko'rsatkim yo'q. İlk bir gap var, yaxshi uyligini egisi ko'katmabdi deb. Men ularga yaxshi farzand bo'lamasam-mı? O'ldigan vaqtimda bo'lsam-mı? Mushunda og'ir kasallik kiribda bo'lgan vaqtimda bo'lsa-mı? O'zimning bu holatini ko'rsatmay, yuragini yana bir qitim og'ritmay deb o'yladim. Hech kimga yuqtirish o'yimmi yo'q. Faqat qilgan atganlarimga pushmon qilib, shu mangan xato yo'llarimni tavba qilib, pokiz yashayapman. Lekin o'zimga hozir pokiz yashayapman degan bilan butun jismim, ruhiyatim, yuragim bulg'un bo'lgan bir odamman. Har qancha tirsammi, chiqolmaydigan patqoqqa cho'kib bo'lgan biriman. Men o'zimga qilgan xato yo'lni o'zim tanlagan bir bechoraman. Nabut bo'lgan 14 yoshim degan bu hikoyamiz mishada oyoqlashdi. Endi oxir deydiganim, mushta bir qiziqchilik yoki pul iqtisod, ma'lum bir ochiqlik kayni kirib, mushta yomon yo'llarda menib qolgandan keyin o'zini tatib chiqolmaydigan ahvollar bir qadar ig'ir. Ayrim xonamlar va kichik qizlar uchun hadishlarmi, menda so'zlarni qoldirib qo'ydim. Taqdimning to'g'risi yo'qsa, pushaymonning to'g'risi yo'q. Oxirida qancha pushmon qilib kelsizmi, o'rniga ekib bo'g'li, uni to'ldirib bo'g'ilmaydi. Mushta bir kasal kirib topib qolsangiz, menga pushmon qilasiz. Shuning uchun do'stlar, mushta yo'llardan ijroq turaylik.
Har qanday bir qiyinchilik o'tib ketadi. Har qanday bir qiyinchilik o'tib ketadi. Lekin bunda yo'lda menib qolgan ekan, menga tugmaydigan nima? Pushmon chetga qilish bo'ladi. O'z-o'zini nobud qilgan tushliq ish yo'q bu jahonda. Shuning uchun bu do'stimizning tinch salomatlik tilaymiz. Ular farzandlarning sog'lom cho'ng bo'lishini umid qilamiz. Xayr do'stlar. İşte açık ibretlik hikayesi yoki o'tmishi bor do'stlar, meniki e'lon qilib bersangiz, deydigan do'stlarimiz bo'lsa ayrim ham so'z qoldiringlar, undida qo'shib turib, yezib yo'llab bersalar bo'ldi.